Assalamu alaikum, qarindoshlar, qanday yaxshimi? Bugun Toronto 2020-yil 7-ayning 9-kuni qoldi. Dunyoniki ko'p joylari hozir yomon isib ketdi. Bo'libmi Torontomi nihoyat isib. Bugun 31-2 gradus, ammo ancha-muncha yaxshi shamollar bor. Shunga hamda men oldin qattimmi oshqozon 12 barmoq uchiga kelgandim. Shu atrofdagi sharoitlarga qarab bir cho'qim oxirgi so'zlab tugutman deb o'ylayman hazm qilishnikini. Ondan keyin shu tunigillam o'ylab qoldim, shu issiq o'tib qolgan chog'da qanday qilish kerak deganni bir qarindoshlar bilan bir fikrlashib, uningdagi o'zimmi materiallar, ko'rgan materiallarimdan ozroq bo'lsa-mu sizlarga yetkazib beray deb o'yladim. Bu issiq o'tib qolish nihoyat xatarli bir ahvol. Rostligini desam, o'zimning beshidan o'tgan, uni qisqa qilib so'zlab bersam, yosh vaqtlar turpanda shu jing tush deymizmi? Tush vaqtlarda shu vaqtda mashinlarni amdi chiqqan vaqtda mush mahalladagi do'stlar bilan birisining uyiga bordik. Berib mashinaning ustida o'tirdik deymizmi? 7-8 o'ylan. Shuning bilan tush vaqti bo'lgandiki oftob urib yetdimi? Shuning bilan shundoq mijozim yo'qib qoldi. Yiroq bir yerga borgandik, bir soatlik. Andan keyin meni opirib qo'yinglar deb yaqin do'stim birisi desam opirib qo'ygan bo'ldi, ammo shunchalik holsizlanib ketdim. Demakchi darhol doktorxonaga bordim. Uydagilar bilan borgandan keyin holimni bilmaydigan holga kelib qoldim desam bo'ldi. Shunga hamda u vaqtlar shu o'ylab baqsam 21-2 yosh vaqtlar deymi, yosh vaqtlarda. Shunga hamda doktorxonaga kirgandan keyin sestram shundoq jiddiy harakat qilib asmukul urdi. O'zinglar bilasizlar, vatanda bek asmukul urdi. Shu vaqtda hamda jiddiy ahvolda hamda asmukul urgan yaxshi deb o'ylayman men. Shunga shu tuz suvi bilan andan keyin shakar, glukozni 2 botol urgandan keyin asla aslim keldim. Andan keyin keynidan do'sturim kelgan bo'ldi. Andan keyin shu do'sturim atrofimda turib shu put qo'llarimni so'g'oq suv bilan yuvib degandek aslimga keldim desam bo'ladi. Demakchi o'zimning beshidan o'tgan, shunlashqa ko'pchilik qarindoshlarningmi shu issiq o'tib qolishning xatarligini bilib yetsa, oldini olsa, tag'imdim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Shunlashqa hamda bu issiq o'tib qolgancha qanday alomatlar bo'ldi deganni qisqa so'zlab beray dedim. Asosiy ham xatarlik alomatlar shu ko'z qorong'ulashib, undan keyin badanimiz shu ustungi tarafi, mayda qismimiz tuyuqsiz issig'anda bo'lib ketadi ekan. Undan keyin ikkinchisi muskullar og'rishga boshlaydi ekan. Undan keyin shu muskullar tortishib qoladigan ahvollar yuz beradi ekan. Undan keyin uchinchisi boy degandek mendan bo'lgan ko'rilish bu holsizlanish. Hech qanday xo'shaqmaydigan, ammo undan desam bu uning o'xshamaydi, ammo nihoyat bir holsizlanib ketish, undan keyin ko'ngillashish, holsizlanish jarayonida ko'ngillashish, besh og'rish. Undan keyin normalsiz terlash. Odatda normalda terlash bo'ladi, ammo normalsiz terlash bo'lsa, bu nihoyat xatarlik. Undan keyin shu badan temperaturasi borgan-sir yuqorilab ketish, undan keyin terlarda binormallik ko'rilish. Andan keyin oxiri kelgan chaqda shu holsizlanib, o'zniki shu boshqalar chaqasimi inkas qila olmaydigan holat kelib qolsa, bu andan keyin yana birisi shu yo'l mangandimi tuzman olmaslik, eng xatarli ishlar. Oxiri kelgan chaqda hatto sunimi suv ichman deb icha olmaslikda hamda shunlashqa shunday xatarlik alomatlar bo'ladi. Hatto odamlar o'lib ketadigan ishlar bo'ladi. Bu xabarlarni men Yaponda bek ko'p anglaytdim. Yaponlarda bo'libmi bek namis xuludi bir 2 oy. Shunlashqa Yapondagi xabarlarda bek ko'p anglaytdim ayni vaqtida. Bo'libmi yashanganlar u Yapondami 18 yoshdan keyin ota-onalariga qaramaydi ko'pinchisi. O'zining ishi bilan bo'ladi. Shunga yolg'izchilikda uyda bo'libmi yashanganlarnikini o'zinglar o'qislar bir narsa bo'lganlik inkastir astirab ketadi. Yan bir yeri tijashlik keladi. Shunga uyning ichida o'ltirib shu shamoldurg'ich deymiz, AC deymiz. Shunga ashunaq narsalarni tijayman deb yondamay shu bitta tugab ketadiganlar ko'p bo'ladi Yaponda. Ondan keyin bu endi
bugün yen bir mühim ye şu balala anandan keyin yaşanganlar yen birisi şu sırt işleydiganlar qandaq işlarga diqqat qilish kerak deganlarni so'zlay deb o'yladim. Anandan keyin oxirida oldin olish. Men bu bir qancha qatim dedim videolarimda. Şu doktorchilikda oldin olish eng muhim. Endi balalarda özünlər oxusa balalar bəkalqı aktiv energiyalik oldu. Şuna köp su istimal qilish kerakkan. Anandan keyin bu balalarniki bo'lib buaq balalarniki endi yetilayotgandiki bularning temperaturini o'zi tangshash funksiyasi yetilmaganga şuna kiyim kechaklarga diqqat qilish kerakkan. Bo'lib shu kiyim kechak nefis kiydirish, anandan keyin ter sumirdigan paxt kiyimlar deymiz-ku, ashnaqlarni kiygizib berish. Anandan keyin bu balalarningki bo'yi kichik bo'libmi, yangi tug'ilgan buvoqlar, balalar harvusida manganchiqa bu yaga yaqin bo'ladi-da. Shunga yaning gradus yuqori bo'lg'achqa issiqlikni oson sumirdi. Shunlashqa bularga bak diqqat qilish kerakkan. Anandan keyin yana bir muhim ish hozir cho'nglarmi diqqat qilolmaydigan ish bo'ladi. Bu yana birisi birdamchilik bir magazin kirib chiqaychu deb balalarni mashina qo'yib qo'yish. Bexatarlik ishlar bo'ladi ekan shundimi? Shunga hamda balalar ba'zida bo'libmi balalar doktor bo'lish nihoyat tez balalar o'ziniki bo'lgan alomatlarni deb bilolmaydi aniq. Shunlashqa ota-ona bo'g'ichi bo'libmi shu balalarning chiroy ifodasi, yig'lash ifodalariga binormal bo'lsa alohida diqqat qilish kerakkan. Anandan keyin balalar o'yinga bak berilib ketadi bilamiz. Shunlashqa vaqti-vaqtida bu suni iste'mol qilish kerakkan. Anandan keyin maktab bolalari bo'libmi yoshlar degandek shu tantarbiyaga cheniqsa bo'ladi, ammo tarbiyat ko'p chiqib ketsa holsizlanib ketish ahvollari ko'p ko'riladi. Shunlashqa shu tantarbiya vaqtlaridami demilishni ko'proq qilib suni ko'p iste'mol qilib berish kerakkan. Anandan keyin yashanganlarda bu yashanganlarni ham o'ylab bilamiz hamda bir hisobda mana yashanganlar qatori kirma desam bo'ladi. Bir hamda nas keraklar bo'lgan inkasi asrab qoladi. Asrab qolgandan keyin issiq yutib qoldimi, temperatura o'rlab ketdimi belgili bo'lmaydi-da. Shunlashqa yashanganlarga qarag'an vaqtidami yashanganlarga alohida diqqat qilish kerakkan. Anandan keyin boy degandek sirt ishlaydiganlar, bu Kanadada sirt ishlab shundaq nihoyatda qattiq ishlaydiganlar bor. Shunlashqa amal bor hamda turmush uchun ham o'yla har xil ishlarni qilamiz. Shunlashqa bu sirt ishlaydigan qarindoshlar asosliqi shu suni ko'proq iste'mol qilib, anandan keyin shapka kiyib olish kerakkan. Anandan keyin muzni shu to'xtamay bo'lsa sho'rab berish kerakka degandek. Anandan keyin demilish qilmadi, pat-pat demilib, salqin joylarda demilib pasa bak yaxshi bo'ldi ekan. Anandan keyin asosliqi boy suv dedim. Amaliyotda bizning badanimiz bilan suv chiqib ketmaydi, tuzmi shunchalik ko'p chiqib ketadi. Odatda cho'ng tarat, kichik taratdan tuz ko'p chiqadi. Tarning ichida tarkidim tuz nihoyat ko'p ham o'ylab bilamiz. Shunlashqa shu suv bilan tuzni, undan keyin shika, kampit deganlarni eli so'zlayman uni. Oldin olish usullari. Anandan keyin amal bor, sirt ishlaydiganlar yolg'iz ishlamas kerakkan. Ham yolg'iz ishlagan chaqda deb bilib bilmay holsizlanib qolib yiqilib qoladigan ishlar bo'ldi ekan. Shunlashqa shu yoz vaqtida alohida diqqat qiladigan shu balalarning, yashanganlarning, anandan keyin sirtida ishlaydiganlarniki diqqat qiladigan ishlar ekan. Anandan keyin eng oxirida hamda oldini qancha oldini olmaymiz degan chaqda bu asosli bu material ko'rsam mutaxassislarniki fikri hamda bizga bergan tavsiyasi deymizmi? Shunlashqa bu gelimiz qurmusimi birinchidan. Gelimiz qurmusimi pat-pat suv ichib turish kerakki. Anandan keyin eng muhimi tantarbiya ichimligi deb bir ichimlik bor, sport drink deb. Bunun tarkibida tuzum bo'ladi, shikami bo'ladi, albatta sumi bo'ladi. Shunlashqa eng yaxshi ichimlik shu tantarbiya ichimligi ekan. Bu sirtqa chiqqan chaqlarda shuni ko'proq elib olish eng yaxshi usul debdi. Anandan keyin uxlagan vaqtda ikkinchi nuqta shamol uchib turadigan joyda uxlash kerak ekan. Albatta o'ylab bilamiz, uxlagan chaqda qon aylanish osti bo'ladi. Undan keyin issiq oson uchib ketadi. Shunga shamol
ütüşdiğen joyda undan keyin shamol durg'uchni tam tarafga qaratib qo'yib uxlasa salqinroq bo'ladi ekan. Bilib bilmay kechda uxlagan vaqtidami issiq uyqu qilish ahvollari bo'ladi ekan. Ondan keyin ba'zi oilalarda boy degandek yapılıqlarni ashuna qildi. Hamda har qanday millat bor deb o'ylayman. Shunga tijaychu deb o'yiniki AC'ni shu tuvan qilmaslik degandekchu. Undaq qilsa hargiz bo'lmaydi ekan. Shunglashqa bir mazgillik ish bo'lgandan keyin shu AC'ning temperaturasini tuvaltib, o'yiniki gradusini yaxshi tanlash kerak ekan. Ondan keyin sirtloq chiqqan chog'da chuqum shilapa kiyib olish kerak ekan. Ondan keyin kunlik ayollar kunlik tutib mangdiganlarni ko'ramiz. Andan keyin shu pat shu boyun tarafimizda möyle bilmez shu eng cho'ng tumur bor mishada boyun cho'ng tumuri deymiz. Mushunga suğaq muzlarni lo'nglarni yaqpasa bu shundan yaxshi oldin olish usuli bo'ladi ekan. Andan keyin yana bir ish boy deyman deb unutib qolibman. Shu sırt ishlaydiganlar bo'lamdi yoki bo'lsa sırt faoliyat qiladigan, masalan, har xil piknik qiladigan ishlar bo'ladi do'stlar bilan. Shu vaqtlarda cho'nglar emas, bolalarmi bo'lsa lo'ngini soğaq löngini boynumuzga davamlı boynumuzga artıp qısaq bu yerdeki tumurlarımı şundaq yaxşı təsir qılıdı, soğaq tutudu. Onundan keyin şu tədqiqatçılar dedim şu 7-ci umurtqadamdıq. Şu tərəfdə şu soğaqni sümürüş çallığına güçlü buldu ekan. Şunlaşqa pat soğaq su duyup boynumuzga artıp alsaq bək yaxşı bulur ekan. Yan birisi şu aq löngə meniki sizlarga deydiğim şu tavsiyam şu aqlunga bak yaxshi bo'ladi ekan. Nima uchun degan chaqda shu ranglarning issiqlik sumirish iqtidorini ko'pincha o'ylab bilamiz. Qora rang bak issiqlik sumirdi ekan. Shunglashqa oq rang oson issiqlik sumamaydigan rang qatoriga kirdi ekan. Demakchi shu aqlungini bo'lsa davomli shu yoz mezgillarda bo'yninglarga ortib olsanglar unumi nihoyat yaxshi bo'lib issiq o'tib qilishning oldini olib bo'ladi ekan. Hamda bu oxirida bu agar shunday xatarlik alomatlar bo'lgan chaqda qanday davolaymiz degan chaqda albatta dastlabda doktorga olib borishimiz kerak. Doktorga masalan doktor mashinasini chaqirib u kagichi qildigan ishlar masalan salqin joyga darhol yo'tkab salqin joyda kiyim kechaklarni bo'shatamiz. Buni ko'pincha o'ylab bilamiz. Ondan keyin shu suv ichimliklarni, ondan keyin shu bo'yinlarga, ondan keyin qo'ltiqqa, ondan keyin chatiraqdamdiq 2 putniki shu chatiraqlarga bo'lsa suvni bo'lsa eng yaxshisi muzlarni yoqish kerak. Eng yaxshi usullar. Agar shu bemor bak holsizlanib hushidan ketgan bo'lsa, bu zo'lab suv ichkizmaslik kerak. Nima uchun degan chaqda zo'lab suvni ichkazsak bu nafas yo'liga kirib ketib, o'pkaga kirib ketgandan keyin tig'imdim xatarlik ahvol yuz berdi ekan. Shunglashqa mush ahvollar bak muhimkan. Shunga hozir yoz mezgili bir 2 oy nihoyatda issiq bo'ldi deb o'ylayman. Ammo shunga hamda bo'lsa shu eng asosqi men ishdan bo'lmayman-ku degan o'ylamay oldin olish boy degandek oldin olish usullarini obdan qilsak bo'lib hamda boy degandek bolalarniki, yashanganlarniki degandek bak muhimkan. Oson issiq o'tib qolish ahvollari. Şuna hamda oxirida maslaga ko'z resim qarsanglar ichimliklar deyman, ichimlik yeydigan narsalar degandek. Anonki buning ichida ko'ktatlarning nimasi yo'q ekan, bo'lib tarxamakda shu sumasnayt mo'l bo'ldi ekan. Demakchi shunaq pichina, ondan keyin shunaq ichimlik bu hamda yapınçadan aldım. Ondan keyin choyni, agar choyga amroq odamlar ko'p, choyni so'g'aq to'nglatqizib so'g'aq qilib ichpasimi nihoyatda ko'p foydasi bo'ldi ekan. Shu badanimizning suv qismini to'liqlaydiganga. Shu resimni ko'rsanglar, shu resim orqali qilib bilib olg'ili bo'ladi. Andan keyin yana birisi ko'rguninglardek, ammo xatni ko'pincha bilmaymiz, ammo shakliga qarab chilg'ansay chilg'an ko'ktat desak bo'ladi. Chilg'an ko'ktatniki tarkibida nihoyatda tuz moddalari ko'p bo'ladi. Ko'pincha bilamiz. Shunglashqa shu so'g'aq chilg'an ko'ktatlarni yeb bersak oldin og'li bo'ladi ekan. Bugun hamda
alaydı şu bugün yaz kirip ketkeşke, ısıkıp ketkeşke muş temada sözüldüm. Kilaqetimden başlap şu hazm qilishnikki davomini yana so'zlayman. Bu damsa hammalarniki salomat bo'lishini umid qilma, issiq o'tib qonmasligini oldini olishini chin dilimda umid qilma. Rahmat sizlarga.